Eyo, salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda men Ehoz. Bugun videomizga xush kelibsiz. Bugun men do'stim Zeus bilan birgalikda Supreme Doubtles'da jang qilamiz. Zeus, bitta salomlashib qo'y. Mayda salomlashgisi kelmayapti ekan, boss 4-darajada ochiladi. Biz endi 4 kuchli jang tanlaymiz. Men o'zimni player, uni ham qurolini tanla, Zeus. Olmashlar Zeus uyalyapti, shuning uchun gapirolmayapti. Rangni almashtirib, o'zini rangini almashtirib. Bo'ldi esa. Avval dushmanlarimizni ham har darajasiga o'tkazib qo'ydik. Endi boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Men aytaman, Zeus o'ylama. Juda chiqindi. Yarim soat qolmay etdim. Boshladik. Yo'q. Pasta. Gazli. Yo'q. Yaramas yaxshilik. Yaxshi, men Zeus'ni o'ynab chiqardim. Qilichingga soldi. Ikkalani olishdan beri o'ynab turadi. Nahot mashqora yutibdi. O'ylama mana. Yorama sana. Sakrab chiq. Boshida bo'ldi. Yo'q, pastga. Ozgina qoldi. Ishoninglar, mana bu qoridan boshqa hammada bal bor. Davay, lo o'ynashsam men bu yerda maza qildim ona. Zeus'ni o'yindan chiqarishdi. Aldama mani, yoraman sana. Men seni o'ldiraman, bu yoqqa keldi. Yoshim o'zim tashlab yubormabman. Birinchi marta g'alaba. Salom do'stlar, sizlar bilan Zeus hayot O'zbekiston gapirdi. Oddiy gapiraver. Dalba, men o'ynatdim. Albatta ha. Gapirgancha ancha uyalyapti. Bechora bola paqa. To'g'rimi chaqir? Ismi chaqir. Bola paqani chaqir. Yo'q. Men ham izga sal qoldi. Ismi yozaman-da. Yoraman. Yo'qaning otya. Ot tuyog'i sensan. Ot tuyog'i deyapman, tuyog'i. Ha, tuyog'imi? Yo'q, qoch, o'ladi. Ya, bijaga. Bitta zarba bilan o'ldirib qo'ydim. Qorada ham meni qo'ydim. Dedi qurolni. Sen bu yalanga yog'asan. Qo'lingni ol. Yaxshi, bu yerda hammani kuchi o'ziga bog'laydi bu yog'iga.
Qoch. Men qochib ketishni vaqt Men ko'raman. birga bir urushyapman, pulemyotdimi? Qoch. Qoch. Ular haligina qatnashlanib, joni oz qolganini qaytib kelaman. Kimsan? Qalbi dushmanlardan Yo, kallam. Yo. Men jonim oz qolgani o'ldirib qo'ydim. Birinchi bo'lmay oldim. Nice. Hozircha eng ko'p ball menda. Yaramas yashil. Narigi dunyoga meni ham o'zi bilan tortib ketdi. Video. Zeus, senin nechta obunachi bor? Senin nechta obunachi bor, Zeus? Inaydi. Silkinma, to'g'ri. Senda qancha obunachi bor? 350 bitta. Ha, ko'ryapsizlarmi obunachilar? Bu yaramasda 300 qancha ham obunachi bor, 350 bitta obunachi bor. Nimaga biz atga 22 tamiz? Tezroq videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Meni kontentlarim senikidan yaxshiroq, sen 100 ta video chiqargan bo'lsang, o'shalardan 95 tasi shorts. Shortsda telefon sal xira olyapti, shuning men kam olyapman unaqa video. Ha, kallang otdi ya, hammamiz. Sela urshol. Ma, ketdim. Katta xolayniki ham. Yavaymo, ya ichtankay. Yavaymo, ya ichtankay. Yo, jonni qaranglar. Voy, bitta turib qo'ysa o'lib ketadigan holatda o, u ham yiqilib ketdim, aytdim. sen tepadami? Ko'rdilar, umuman jon ketmasdan yetdik. Bezoqlarni hammasi tashadi. Hozir, ha, bu yutgani, anaqa qilmanglar, bu krisa shunaqa. Krisamış. Tepaga chiqib olaman, o'lishini kutadi. Hozir yomon olishyapti. Bo'ldingmi? Ho'sh, patsen bilan yomon olishdi. Sen dalbay meni qo'ya qaytarding. Men to'sam ya qo'yitadi deb o'yladim. Bir g'o'g'ol ishog'olmaydi. Qoch, sakra. O'ldi, yashilib o'ldi. Muzim tayyor qoldi. Modirjon ko'chaga chiqish kerakmi? Nega bilan eho deb chaqir it. Yo'q, qoch. Atomli bomba tushyapti. Meni Wi-Fi ishlamay qoldi. Ammo Ikkalamizdan mendanmas. Ikkalamizdan boshqa video, ikkalamizdan bitta telefonda o'ynayapmiz bu. Gapirishimga ham bog'liq. Gapirishimga qiziqayo'q. Yuvichtenkay deb edi, Yuvichtenkay. Bir daraja gaz. Yuvaymo dedi. Sakra. Qochdim. Neydiman? O, men bitta zaman mashina ofurasiga orqa tarafiga tegdi keyin uni boshiga deb past bitardi. Raketa olishish, itmisha bo'lish. Go'shanish. O'zi bu itmisha bo'lish uchun yaratilgan bo'lsa, yana nima bo'lishga qo'yapti. Mani bir tarafga tiqib tashlashdan havasi shay bo'lyapti. Men odam edim. Mani xafa qilma. Men ham odam edim dedi. Nima dedi? Odam edim deb bo'lmasanga, odam edim. Yaxshi ketay haydovchi strategiya qo'llash, betasi ishlatish uchun qulay strategiya. Men xafa qilma. Urushma, nima bo'ladi? Opa, men odam edim. Nima? Men ham odam edim deyapman.
Odam edim, saytda bitta to'tiq o'ladi. Ikkalamiz ham o'ldik. Yo'q, unda meni allaqachon yutgan deb ko'rsatadi. Oy, biroz ekan. Qo'lda yo'q o'zimni. Tezroq kesadi. Yo'q, anaqa yo'q. Hechini suvga kirib ketdi. Aymo, ichdan kay. Bizlar meni afsut oling. Hammani men o'ldiryapman, motor olyapti. Birinchi IQ baland bo'lish kerak-da. IQ baland odamlar yutadi. Ishchilar. Voy kalingni otga. Sen ishchi kuchi bo'lishing kerak-ku. Senda IQ bo'lsa, balki qimmat odamsan. Yo'q, bobona yurib. Yo'q, bani yo'q. Na bobomurod. Bichmay qo'ydim. Yo'q, bani bobomurod. Yo'q, bana bobomurod. Ne erimizlar. Yo'q, bichlar ekan bu yerda. Uch boshni sal qoldi. Ha, ular bichisiga bo'lgan ekanlar. Yuqori. 7 kilo. Yo'q. O'zim moya. 7 kilo deb o'ylagandi, 7 kilo olmadi. Yo'q, buni dalma yapagan haqiqat. Qo'yga 7 kilo oldim. Yo'qolishni hisoblamay yetyapman. Yo'qdeka. Bila qarab ketdim men pastga. Pastga avada vatib qo'yayin deydi. Endi 11 ball. Osmonga uchamiz. Yo'qol biz yashil gitsin tushmayman. Osmonlarga uchamiz. Yulduzlarga uchamiz. Ke suka. Yo'q, tiqib qo'ydi meni. Ko'tingga tiqib qo'ydi. Yo'q, bola. Men endiga seni o'ldirish uchun kelyaptim. Yo'q. Orqangdan zarba bermoqchiman. Nimaga aytayman? Shunga giysi. Chunki agar seni yo'q qilsam, mana bular menga bir tilla raqib bo'la olmaydi. Seni o'ldirishgan bilan. Nima? Seni o'ldirishgan bilan menga bir tilla raqib bo'lisha olmaydi. Unda qilich bilan bitta orqaga otordi-da. O'zing qilich bilan orqaga otor. Men pastga tiqlardi zarbasi tufayli. Toshlar yomon qisilib qoldi. Ashlat hamma hayron qoldi. Sayt asabimiz vardı. Meni yaptık başta bakmayacak. Yo'q, meni ham tiqishyapti. O'zing tashlab. Men tiqmadim oyog'imga. Toshdan yutib qo'ydi. Seni ham Qur'on o'ldirdim. Yo'q. Meni o'ldirishlar. osmonga chiroyli o'lib ketdim. Meni o'ldirishlar. Kalamsan kizik. Bismillahirrohmanirrohim. Juda ham lut qiladigan joy tushdi. Qoch, ona, men ham tepga chiqdim o'zim. Bular meni yeyishyapti. Majbursan, sen yerda jarayonni nazorat qiladigan inspektorsan, sen chiqishga haqqing yo'q. Yo'q, haqqim yo'q ekan o'zim. Aytgan unda sen chiqishga haqqing yo'q deb, sen yerda jarayonni nazorat qiladigan inspektorga kapaligini boshqasan. Ha, bitta pastga sakra, bo'ldi. O'yin tugadi. Men zuv bo'lib ketdim. Nima bo'lib ketdi? Zuv. Nima degani zuv? Ha, ezilib ketdi. Sakma bo'lib ketdi deb qo'yaman. Kichik so'kinishlar uchun uzr obunachilar. Hozir ana ham tushib ketadi. Xudoim katta qolasan, yo'qdim men. Tosh pastga. Пошел ты. Devon sudda demadi. Senga. Jinni. Uni oldiga tushaman, uni buvasi kimligini tanitib qo'yaman. Chunki jonimizni ko'rishinglar mumkin, men yutishim aniq narsa bo'lib turibdi. Lekin Yavaymo, yaych tankoy. Ye. Yavaymo, yaych tankoy. Yavaymo, yaych tankoy qurol tushdi. Natrda o'ldi. Yo'q. Lekin bolalar ham o'ldi. Yo'q, men o'lmadim qalbimda. Men yashayman. Bo'pti, turg'unman, opet o'lgan bo'lsa. Men shu o'limga mahkum edi. Lekin Oyoqda ketdi, bag'iga kiyib qoldi.
Bichlarni entirib qolay. Mana menga qattiq zarbalarimizni bitta sakrab turib osmonga uchib ketamiz. Kesin. Yo, joyim qaytardim. Sakra, men to'yib qoldim yana. Meni o'ldirish oson ish emas. Hozircha birinchi o'rinda menman, ikkinchi o'rinda yashil, uchinchi o'rinda qora, to'rtinchi o'rinda Said. Uzr, men seni Ketdim meni xato qilish. Zeus. Ketdimmi? Xato Davay, qilishdim tush. meni. Bu senga o'ynaydigan joy emas. Erkak bo'lsang kurash. Yasiz qofiyali gap bo'ldi. Bu senga o'ynaydigan joy emas. Erkak bo'lsang kurash. To'xtada. U menda 10 unda 7. Qorada 5, senda 3 nima bo'lyapti, Said pacha? Aql ishlatishni o'rganaysan. Voy, bitta Aka bana qanchalik kuchli bo'lmagan baribir ayting baland bo'lsin. nima? O'zbekiston shuni aktilab qo'ymaydi. Nima ikkinchi aktilab kirasan? Yo'q, intaqqa keldi. Ya ha 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 ha. Nima bo'ldi? Yutqizib qo'ydingiz. O'zing bo'lsa eng past darajada yutqizamiz Saidlabacha. Zeus. Tegasan bo'ldi. Ketdim o'zim yana o'ynadim. Senmi? Ne o'laman? Sen ölüşünü görüp konuşmuyorum da. Yine kaçam orada bulguş da. Navay quvada qorasan. Miskarot qilib qoldim. Сковородка başladı. Öldü qorabachalar. Yo, metroyu qolaman. Qoy metroyu qoldim. Metroyu qolib yana yetdim 16 daraja. Bichaka ana yashil. Bu yer meni joyim. Joyingga tupurgan joyim bor. Ha? Hey, mana hoyat 3-4 qoldi. Beta bomba qani bombani olib ketishdi. Yo, botlar yeb qo'yishga qarab yeyishyapti. Bu hali seni qila olmadi. Hozir Yomon bo'ldi. Bichanak qutqazadilar bechorani. Bichanak! Bilay yashiling yotdi tuyog'i. Otdi tuyog'i yotdi. O'zini o'ldirdim, ko'kka o'ldirdim. Yo. Yalaymo, yaychdan qo'y. Jonim mashaqqat Ona ikkisi o'lasa o'ldim. Yo, ichdan Voy, jonim qarabdi. Bitta tez o'lasa. Bitta. Men hozir yomon qilib Voy, zarba qilmayman meni. Zapalo qo'ydi. Sabaqladi. Yo, zapalib qoldim o'shara. Aytgandimi? Xotining zapal qiladi degandi. Qo'ltiq sarsam bo'ladi. Sani qo'ltig'ing sarsidi. 30% ishlataman. Obunachilar aytgandarsizlar, uni boshiga mushlarni solganim. O'zi yetdi aldi. Nima unda farzandga qilganimmi? Yo, buni farzandli qildim. Azoblayapsanmi? Yaxshi, qilamiz. Qo'ch. Hozir obunachilar. Xo'sh, obunachilar biz kelishib oldik. Sen o'lyapsan, sen o'lyapsan, seni 2 kishi kaltaylayapti. Ha, seni qora o'ldirmadi. Senga zarba berdi va seni o'ldirdi. Aytgandim. Seni 2 kishi kaltaylayapti, yana men bilan 3 kaltaylayapti. Ana, bitta ko'p. Obunachilar buni kanaliga obuna bo'lmanglar, shunga bu bot. Vola! Qodilar sotligini tan olishni kelyaptimi? Men obunachiman aqlli. Ha, aqlli bo'lsa senga obuna bo'lam. Ha, menga aqli borligi uchun ham menga obuna bo'lganda. Senga obuna bo'lganlar shunchaki, ha, zaybal qiladi, shu yo'ldan chiqarib, bitta obuna qo'ydi.